2026-yil iyul oyining 17-kuni Toshkent shahar sudi fuqarolar bo'yicha sudlov hay'ati sud binosida ochiq sud majlisida raislik qiluvchi sudya Kasimov hay'at a'zolari sudyalar Mirzayeva Esonovning bo'lib tarkibda Bahridiyevning kotibligida taraflardan da'vogar Kusherbayev Rasul Hidralievich ishtirokida. Da'vogar Kusherbayev Rasul Hidraliyevichning javobgar Last and Grow emchiligiga nisbatan naqd pul mablag'larini qabul qilishdan bosh tortishda ifodalangan xatti-harakatini noqonuniy deb topish, naqd pul mablag'larini qabul qilish majburiyati yuklash va ma'naviy zarar undirish haqidagi da'vo arizasi yuritilgan fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumanlari sudining 2026-3-iyundagi xalq qarori ustidan berilgan apellyatsiya shikoyati ish materiallari asosida sudlov hay'ati ajrim qildi. Mazkur ish bo'yicha qabul qilingan fuqarolik bo'yicha Yakkasaroy tumanlari sudining 2026-3-iyundagi xalq qarori o'zgarishsiz berilgan apellyatsiya shikoyati qanoatlantirilmasdan qoldirilsin. Xalq qarorining xulosa qismidan da'vogar Kusherbayev Rasul Hidraliyevichdan davlat daromadiga 824 ming so'm undirishga oid qismi chiqarilsin. O'tiringlar, biz tushuntirib beramiz nima uchun shunaqa sudlov hay'ati xulosaga demak sud jadvali ustidan taraflar birinchida Toshkent shahar sudining Toshkent stansiyasida shikoyat keltirish huquqiga ega. Ana bu mutasallaringiz